Assalomu alaykum barchaga. Hammaga birinchi bu dars Kalini virtual boxga o'rnatish bo'ladi. Sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Virtual modda o'rnatishni iloji boricha harakat qilaman. Xatoliklar bo'lsa, ming bor uzr. Ovoz va sifatda xatoliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Shunaqa holatlar bo'lib turishi mumkin. Birinchi Chrome'ga kirib olamiz. Chrome'ga kirganimizdan keyin bu yerda yozamiz virtual box. Yozmay qolibdi, uzr. Mana virtual box deymiz. Keyin download chiqadi. O'zi birinchida download chiqadi. Virtual box download desangiz o'zi chiqadi. Bir nima bo'lib qoldi. Qara, mana birinchi o'zini ofitsialniy saytiga kiramiz. Mana downloads org virtual box degan ofitsialniy saytiga kirib olib, endi bitta bosamiz buni ustiga. O'zi kiradi. Mana bu yerda o'zi tanlab qo'ygan. Windows uchun, Mac uchun, Linux uchun, hammasi uchun o'zi tanlab qo'ygan. Bu yerda Windows o'zimiz kerakli bo'lgani uchun ustiga bosamiz Windowsni. Mana katta tepada Windows ustiga bosasiz. Men yuklab olganman uni, shart emas menga. Kalini yuklaymiz endi. Kalini o'zini ofitsialniy saytidan yuklab olamiz. Ozgina muammo bo'lyapti nimaga? kali.org deb mana kali.org deb yozasizlar o'zi chiqadi. Enter bosamiz. Kiradi. kali.org saytiga kiryapti hozir. Bu yerda installer image emas, virtual machine ni bosamiz. Ya'ni virtual mashinani bitta bosamiz. Keyin bu yerdan o'zimizga kerakli virtual modni tanlaymiz. Xo'p. Mana virtual box deb qo'ygan o'zi. Bu yerdan 3.2 GB da ustiga bosamiz. Mana 3.2 GB da ustiga bosamiz. Va yuklab oladi o'zi. Men yuklab qo'yganman buni. Yuklab olishim shart emas. Bo'ldi, shu. Tamom. Yopamiz, chiqib ketamiz. Endi virtual boxga kiramiz. Xo'p, mana virtual boxga kiryapti. Sekin kiryapti. Tools degan joy bo'ladi sizlarda. Birinchi tools deb chiqadi. Bu yerda add bo'limini tanlaymiz. Addni. Shunchaki addni tanlab downloads papkasida yuklab qo'ygan kalimizni qidirib topishimiz kerak. Birinchi o'rinda hozir yo'q ekan. Bu yerda yuklamaganman deyman-da. Hozir 1 minut. Xo'p, u sizlarda virtual box zip formatda keladi. Uni unzip qilib olamiz birinchi o'rinda. Mana ustiga bosamiz. Bosmaymiz. Unzip qilish uchun ustiga bosmaymiz. Shunchaki extra h deymiz. Ya'ni shu yerda chiqaradi hozir. Ungacha videoni to'xtatib turaman chiqarishgacha. Xo'p, men uni unzip qilib oldim. Add bo'limini bosamizda. Xo'p, tepaga chiqib downloads papkasiga kiramiz. Mana Kali Linux 224 virtual box uchun ko'ki bor. O'shani bosamizda ochmoq bosamiz. Bo'ldi, tayyor. Mana Kali Linux bizda bor. Mana start. Tamom. Ketdi mana. Mana ko'rdinglarmi yonda? Hop. Menda C diskida bo'lganligi uchun yoqmadi, chunki bu yerda C diski to'lib qolgan. Sizlar xuddi shunday yuklab, D diskingizga tashab qo'ysanglar, cho'tki ishlaydi, aniq ishlaydi. Faqat uni D diskga tashab qo'yish kerak, D diskga tashab ochish kerak. Chunki menda hozir C diskda bo'lgani uchun aytayapti, mana C diskida turganligi uchun bu yerda ma'lumot saqlolmaymiz deyapti-da. Shuning uchun sizlar D diskga tashab, uni papkasi bilan birga bitta papkani ichiga tashab qo'yinglar, shu yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyin muammo bo'layotgan narsa yana virtual boxda
yangi o'rnatayotganlar muammo bo'lyapti deydi. Uni Microsoft C++ 2009 chiqmayapti deydi. Uni qayerdan yuklab olamiz? Mana Microsoft Visual C++ 2019 deb yozib enter bosamiz. Birinchi VirtualBox'ni o'rnatganlar buni o'rnata olmaydi. Buni o'rnatmasa ishlamaydi. Xo'p, bu yerdan mana shu yerdan kiramizda. Mana Visual Studio bor. Mana Visual Studio 2025-2029 bor. Ustiga bosamizda. Xo'p, mana pastga keladi. Pastga o'zi mana pastroqqa tushsanglar 64 bor, 86 bor. Bosamiz. Mana o'sha yuklash boshlandi. Men buni yuklab o'rnatib qo'yganman. Sizlar shunday yuklab ustiga bir marta bossanglar install chiqadi. Bo'ldi, tamom, o'rnashadi. Agar yana muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilib olinglar. Kalina bitta diskilaringga fayl ochib, o'sha yoqqa kokini tashlanglar. Koki bo'ladi. Qizil bilan kok bo'ladi. O'shani kokini tashlab qo'yinglar, o'shani ochadi. C-disk to'lgan bo'lsa, unda ochmaydi. C-diskda ma'lumot saqlay olmaydi. D-diskka hammaga rahmat. Shuni agar yana muammolar bo'lsa, yozib qoldinglar, kommentga yozinglar, men javob beraman.